Qayerga olib kelding? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling uka. Non nechi pulaga? Nonimiz 4000 dan uka. Ikkita bering. Bo'ldi uka. Aka 5000 pulim bor ekan, bitta bera olasiz. 5000 mi? Ha. Mayli uka, sizga bayot o'tishga ikkita beraman. Aka rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mayli, Ishlaylar. kelib turing. Toping. Xo'p. Alloh barakasini bersin. Alloh akbar. Senga aytgan laham go'sht mana shu bola bo'ladi. Yoshligidan bilaman. Rosa zotda juda ishonuvchan bola. Hozir elintiraman. Tomosha qilasan. Non nechi pul ekan? 4000 dan aka non. Hali ham 4000 mi? Ha, 4000. Abbos. Tuzilmaysan, yaxshi keldingmi? Charchamasan, non kerakmi? Yo'q, non shu kelmadi. Ha. Mashina o'zingnikimi, qulluq bo'lsin? Ha, menikida. Bunga erishishni ozmuncha izlandimmi? Xohlasang, bir haftada bundan zo'rni olishim mumkin. Ha, yo'q, bu ishim bilan 500 ham ololmasam kerak buni. Men ham bu hunaring bilan olasan demayapman. Xohlasang, jamoamizga qo'shib, bir haftada bundan zo'rni olasan. Yo'q, bir haftada? Bir haftada qanday pul olishim mumkin? Palovini topsang, qor ham yonadi deyishadi. Keyin qachongacha tandirni oldida qora terga botib yurmoqchisan. Ha, endi do'stim rizqqa yarasha. Nima ham qilaman, pullarim shu bo'lsa. Xullas, hozir yoshmiz. Soqqani bosish kerak. Qara, shu do'koningni qanchaga sotsa bo'lar ekan? Bilmadim. 3-4 ming ketsa kerak. Bo'lmasa, sen do'koningni sot. O'sha 3000 pulingni bir haftaning ichida 10 ming qilamiz. 10 ming? Ha, 10 ming. Bu boshlanishi. Xullas, yaxshilab o'ylab ko'r. Aloqaga chiqarsan. Xo'p, bo'lsin. Sen do'koningni sot. O'sha 3000 pulingni bir haftada 10 ming qilamiz. Soqqani bosish kerak.